Aksiya so'rayotgan klientlarimiz uchun mana shuncha aksiyani tayyorlab qo'ydik. Videoni oxirigacha ko'ring. Men sizlarga hozir bularni hammasini obzor qilib beraman. Afsar Turkiya limonati 4000 so'mdan sotilyapti. Aksiya narxida 10 xil assortimenti bor. Kelib bemalol xarid qilishingiz mumkin. Keling bilan mehmondorchilikka borsangiz, ovozingiz xudo xolisa uyaltirib qo'ymaydi. Nataxtarilarimiz aksiyada 8000 so'mdan bo'lib ketdi. 7 Days kurasanlarimiz bo'lsa, eski narx 23 ming, 24 ming sotilayotgan bo'lsa, hozirda 18 ming so'mdan xarid qilaverasizlar. Mojito Gold 10900 so'm sotilgan bo'lsa, hozirgi narxi aksiyada 9000 so'mdan olib ketishingiz mumkin. Potato chipslarimiz bo'lsa, eski narxi 19 ming, 18 ming sotilgan bo'lsa, hozirda aksiya narxida 13 ming so'mdan 5 xil assortimenti bor. Kelib bemalol xarid qilaverasizlar. Undan tashqari, ranilarimiz hali ham aksiyada 5000 so'mdan. Hammanglarni do'konimizda kutib qolamiz. Yana qaysi mahsulotga aksiya qilib bersangiz sizlarga ma'qul bo'ladi. Kommentariyada o'z fikringizni yozinglar. Xudo xolisa ko'rib chiqib, aytgan mahsulotingizga aksiya qilib berishga harakat qilamiz. Bizdan uzoqlashmang. Xudo xolisa aksiyalarimiz hali oldinda.